Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Muhammed İbni İsmail el-Bukhari rahmetullahi aleyhinin Sahih Bukhari namlı kitabındaki biz 5. bölüm yani gusül taharet hakkında. Biz başta 4. bölüm taharet hakkında has. Ma fakat bunda gusül kılış, juyunish hakkındaki bölümler to'xtalyapmiz. Bugünkü bu bölüm babda bir adam özün ayali bilan birga tangmi-tang juyunsi bo'lamdi, bo'lmamdi degan bu hukmda İmam Bukhari rahmetullahi alayhi nima deydi? Biz hadis orqali buni ko'rib chiqaylik. Bu 250 numaralı hadis İmam Bukhari rahmetullahi alayhi bizga Adem ibn Abi Iyas hadis so'zlab bergan edi deydi. Bu kishi İmam Bukharining buyuk ustozlaridan, bu kishining tarjimasi o'tgan. Bu kishi deydi bizga İbn Abi Ziyab hadis so'zlab bergan edi deydi. Bu kishi Muhammed ibn Abdurrahman al-Qarishi nomidan başta o'tgan. Bu kishi Zuhri'din. İmam Zuhri şu Muhammed ibn Muslim ibn Şihab Zuhri. Bu kishi ustozi Urva ibn Zubayr'din. Rivayet kılıp. Urva özün hamısı Ayşe anımızın rivayet kılıp Ayşe anımız şundak deydi ki men ve Peygamber aleyhissalatu vesselam bir qaçidin taharet alattık deydi. Bir qadahda deydi. Bu qadahning ismi Faraq isimlik bir qadahken. Bu şu su işleri, su saklaydigan, yani suyuqluq narsalarni saqlashga ishlatiladigan bir şu davirdagi bir çögün yoki bir köp yoki bir to'ndak narsalar. Bunun ismi Faraq. Bu Faraq isimlik bu to'nda ayni vaqtida şu Madinliklar özünki may, su, suyuqluq narsalarni saqlagan. Buningki mesela 3 sa deyilgan, buningki o'lcham birlikni ba'zanlar bu 16 ritel yani 16 bu. Ama lekin hamda hozirgi mush yangi zamondagi o'lcham bu 12 litrdan 13 litrga yaqin oralikda deb ta'riflangan. Başka 16 ritel. Ritel şu konu devirdeki o'lcham birlik. Demek bu 10 kilo etrafında degan bo'ladi bizninki bu hozirgi tilimizda 10 yoki 11 kilo. Bu Faraq degan qochininki ayni vaqtida Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning zamonasida xilma-xil shaklda ishlatilganligi zikr qilingan boshqa manbalarda. Mesela hozirgi hadisda Ayşe anamiz bilan birga shu to'ngdan, shu qochidan suv elib yuvganlikka eskartilgan bo'lsa, yana bir hadisda Payg'ambar alayhissalatu vesselam Ka'b ibn Ujra degan sahobini haj vaqtida o'zinki shu boshlaridan pit qoplab ketganda ihramlik vaqtida Rasululloh beshig'ini tushirib deb buningga fidya ber degan. Bu vaqtida shu 6 miskinga fidya ber deb bo'ladi deb, shu 6 miskinga beradigan fidya shu bir paraq qochida ochiq ber degan. Yani bir hadisde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir paraq, yani bir ton isim mes qiladigan narsadan, ichimlikdan bir yutum içim haram degan iboratda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem faraq degan kalimani ishlatgan. Yani faraq mushada shu suyuqlikdan saqlaydigan bir o'lcham birligi. Biz bu hadisden biz bugün biladigan noktalar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'deki özünki erayal ikkisinki tang juyunganligi, bir erayallik münasebetki bir çaqçaq şunaqla bir ayol bilan bir güzel bir xotira, bir tuyg'u qoldirish asosida qilingan Rasulullah'ningki bir erayallik münasebet doirasida bayon qilingan bo'lsa, undan boshqa Rasulullah'ningki shu davrda ishlatgan özünki qochquchilari, yani bundaqlar bitqa vaqtida shu davrdagi bir madaniyat arq ko'rinishi bayon qilingan. Ba'zan bu nimalarda, masalan, hozirgi manbalarda bu qochini masalan shu 6 litrdan 14,5 litrgacha suv patlatdi deyilgan. Balkim bu o'z davrida masalan shuningki cho'ng kichikligiga qarta deyilgan bir so'z bo'lishi mumkin. Bugün dersimiz müşahit bu ve sallallahu ala nebiyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn.